Hop, trapeziya yuzi mavzusini tahlilini boshlaymiz. Birinchi variant va ikkinchi variantdan so'ralgan savollar. Demak, quyidagilar. Birinchi variantdan 6, 15, 16, 18 ko'ramiz. Demak, birinchi variantdan trapeziyaning yuzi mavzusidan demak 6-savol ko'ramiz. 6-savolimizda bunday debdi. Tengona trapeziya yon tomoni diagonaliga perpendikulyar debdi. 6-savolsiz olamiz. Rasmini demak tengona trapeziyaning tengona trapeziya yon tomoni diagonaliga perpendikulyar bo'ldi. Burada diagonal o'tkazsak, yon tarafi diagonalga perpendikulyar deydi. Shunaqa olasizlar. Endi agar trapeziya asoslari uzunliklari 10 va 26 ga teng, demak pasti 26 va tepasi 10 bo'lsa, trapeziya yuzini toping deyapti. Bu muammo emas. Endi eshitinglar. Xo'p, tengona trapeziyada demak bilasizlar, diagonallar bir-biriga teng, perpendikulyar. Endi mana bir mana balandlik tushiradigan bo'lsak, bu balandlik, hurmatli o'quvchilar, ham trapeziyaning balandligi, ham to'g'ri burchak uchburchakning balandligi hisoblanadi. To'g'ri? Endi hurmatli o'quvchilar, biz bilamizki, trapeziyada balandlik tushirsa, mana bu yer o'rta chiziqqa, mana bu yer esa mana misol uchun bundan bu yoq a+ bittasimi 2 bo'lsa, bundan bu yoq a- bittasimi 2 bo'ladi. Bilasizmi? Endi mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa nimaga teng? O'rta chiziqqa teng. Ya'ni 26 ga 19 qo'shib 36, 2 ga bo'lsak, bu 18 ga teng bo'ladi. Demak, bu 18 ga teng bo'lsa, bu nechaga teng bo'ladi? Demak, bu bilan mana bu bilan bu kesmani bo'lsa 26 ni berish kerak, to'g'rimi? Demak, necha 6 8 ga teng bo'ladi. Aniq. Bo'ldi. Tushunarli? Endi to'g'ri burchak uchburchakning balandligi qanday topiladi? Ya'ni katet proyeksiyalar berilgan bo'lsa, to'g'ri burchak uchburchakda eslaylar bo'lsa, proyeksiya formulasini tushuntirib berdik. To'g'rimi? Ya'ni to'g'ri burchak uchburchakning balandligi h agar AS, BS proyeksiyalar berilgan bo'lsa, AS ga BS ko'paytirib bizdan chiqarish kerak degan edik. Buni biz isbotlab ham berdim, adashmasam, vaqtida uchburchaklar mavzusini o'tgan paytimizda h teng nima bo'ladi endi? Ya'ni proyeksiyalar 18 bilan 8 ku. 18 ni 8 ga ko'paytiramiz, adashmasam necha bo'ladi bu? 144 bo'ladi. 144 dan 12 chiqadi. Demak, trapeziya yuzi so'ralgan, trapeziya yuzi LH bo'ladi. Mana bu yerda hisobladik boya 18 ga h 12 ni ko'paytirib qo'yaveramiz. Demak, necha bo'ladi adashmasa? 236 bo'ladimi? Ha? 216 bo'ladi. 216 savol. Xo'sh, endi keyingi savolga o'tamiz. Ya'ni 15-savolimiz. 15-savolimizda nima debdi? Tengona trapeziyaning diagonali 12 ga teng bo'lib, tengona trapeziya chizamiz. Tengona trapeziyaning diagonali 12 ga teng. 12 ga teng ekan mana shu. Xo'sh, bo'lib asosi bilan 15 gradus burchak tashkil qiladi. Demak, mana bu yer 15 bo'lsa, bolalar baribir bu yer ham 15 bo'laveradi, lekin bitta narsa. Bu yer 15, bu yer ham 15. Endi trapeziyaning yuzini topilgan bu. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bizlarga diagonal berilyapti va asos burchagini beryapti mana. Demak, buni yuzini topishimiz kerak. Trapeziya nima qiladi? Bitta balandlik tushsam bo'ladi, tenglik-ku. Mana bu yerda h desa, bolalar mana bu yer nimaga teng bo'ladi? Yerga teng bo'ladi. To'g'ri, chunki tengona trapeziyada balandlik h yer bo'ladi deganmiz. Endi trapeziya yuzini topish uchun quyidagi holat to'g'ri, ya'ni S teng bilasizlar LH. To'g'rimi? Bizlarga bir 12 ligini berilgan. Birinchi L ni topib olaman. L nimaga teng? O'tkir burchakka yopishganning 12 ga nisbati. L 12 ga nisbati, hurmatli o'quvchilar, kosinus 15 gradusga teng bo'ladi. Shunda L ni topsak 12 ta kosinus 15 bo'ladimi? Endi h topaman. H 12 ga nisbati sinus 15. H teng 12 ta sinus 15 gradus bo'ladi. Endi nima kerak menga? S topish uchun. L ni h ga ko'paytmasiga teng. 12 ni ko'paytirilgan. Mana buni ham 12 si va sinus 15 kosinus 15 va tushundilarmi? Endi S teng deyman. 12 kara 12 144. 144 da men betib yozsam bo'ladi. 72 kara 2 deb 144 da berak qo'yaman. Nima uchun unaqa qilayotgan? Shuni olasizlar bo'ladi. Sinus 15 kosinus 15. Hurmatli o'quvchilar, mana bu ikkilangan burchak formulasi mana bu. 72 ko'paygan bu nimani beradi? Sinus 30 gradus beradi. Sinus 30 gradusda jadval qiymati bittasi 2 ga teng bo'ladi. Demak, javob 36 bo'ladi. Trapeziyamiz demak necha teng ekan? 36 ga teng ekan. Xo'sh. To'sqamda ko'chirib olaylik.
Xo'p, davom etamiz. 16-savolimiz quyidagicha. Xo'p, 16-savolimizda abs trapeziyaning asoslari. Trapeziya chizoqlar qani? A, B, C, D. Trapeziyaning asoslarida deyapti, keyin ABD va ABC uchburchak yuzalari mos ravishda. Qani A, B, D. Mana bu ekan. ABD. Bular ABC uchburchak. A, B, C bunaqasiga o'tkazilibdi-da demak. To'g'rimi? Yuzalari mos ravishda 24 ga 7 ga teng. Trapeziyaning yuzini toping, katta taraf. Bo'ldi, buni bunday qilaylik-da. Salchal kamroq bo'lib qolibdi. Mana buni S1, buni S2, mana buni S3, bu ham S3 bo'ladi. Bilasizlarmi? Ikki yon taraflar birga teng deb gapirganmiz. Trapeziyada qanaqa bo'lishlari aytiladi. Endi bizlarga aytayaptiki, ABD ning yuzi deyilgan. To'g'rimi? ABD 24 ga teng. Bu degani ABD degani S2 ga S3 ning yig'indisi 24 deyilgan. Undan keyinchi. Undan keyin ABC ABC S1 ga S3 yig'indisi. S1 ga S3 yig'indisi nechaga teng deyilgan? 7 ga teng deyilgan. Tushundingmi? Bu boshqa ma'lumotlar berilmagan. Demak, mana shu yerdan endi bunday qilsak bo'ladi. S1, S2, S3 larni topib qo'shib bersak, trapeziyaga kelib chiqadi. Va bizlarga yana bitta qo'shimcha ma'lumot bor. Desayna bo'lsa biz yozuvdik formulada. Mana bu ikkovining kvadrati ko'paytmasi, ya'ni S3 ning kvadrati teng S1 bilan S2 ning ko'paytmasi. Desayna bo'lib shu formulani yozib berdik. Ikki chetning ko'paytmasi bu ikkovining ko'paytmasi teng degan formula yozilgan edi. Adashmasam. To'g'ri? Endi mana 3 ta noma'lumni shu sistemaga keldik. Ana shu yerda endi hamma yuzini topishga harakat qilamiz. Endi mana ikkovini bitta ayirib olsak nima bo'ladi? S1 bilan S2 bo'lanami? To'g'ri? Yo'nda qilmasak ekan. Qanday qildik? Bos. S1 topamizmi? S3 teng turaversa kvadrati. S1 ni o'rniga nima qo'yaman? 7 minus S3 qo'yaman. S2 ni o'rnigacha 24 minus S3 qo'yaman. Bu ana shundan hozir qavslarni ochib topib olsak bo'ladi. S3 kvadrat turaveradi. Qavslasak 7 kare 24. 7 ta S3 minus 24 ta S3. 2 ta minus plus bo'ladi S3 ning kvadrati. Bu S3 kvadrat bilan S3 kvadrat qisqarib ketib qoladi. Mana buni qo'shib aytgan bo'lsak, adashmasam 31 ta bo'ladi. Bu yoqqa o'tadi. 31 ta S3 bo'ladi. To'g'rimi? Demakki, mana bu 7 kare 24 bo'ladi. Mana shu yerda S3 qiymatini topib aytgan bo'lsak, 7 kare 4 28 x-da. Hop, 14 16 168 taqsim 31. Bu S3 qiymati chiqdi bizga. Xo'p, endi S3 kelib chiqdi degani S1 bilan S2 ham kelib chiqadi degani-ku. To'g'rimi? Demak, S1 ni topib aytgan bo'lsak, nima aytdik? 7 ayrilgan, mana bu o'tadi-ku. 7 ayrilgan S3. S3 qiymati esa 168 taqsim 31 ga teng. Demak, bu yerda endi 7 kare 1 7 21 minus 168 taqsim 31 bo'ladi. Teng 7 dan 8 ayirib bo'lmaydi. 17 dan 8 ayirib tashlasak 9 7 49 taqsim 31 bo'ladi. S2 ni qiymati. S2 ni qiymati 24 dan ayirib tashlashimiz kerak. 168 taqsim 31. Ya'ni 24 ni 31 ga ko'paytirib 168 ni ayirib 31 olamiz. Endi buni ham bitta hisob olamiz-da. Demak, 24 ni 31 ga ko'paytirayotgan bo'lsak necha bo'ladi? 4 2 12 6 7 4 4 7 bo'ladi. Bundan keyin nimani ayirib tashlashimiz kerak? 168 ni ayirib tashlashimiz kerak, to'g'rimi? 4 dan 8 ayirib tashlasak 6, 3 dan 6 ni ayirib tashlasak 7, 6 dan 1 ayirib tashlasak 576 bo'ladi-ku. 576 taqsim 31 bo'ladi. Endi hammasini yig'inish kerak. Umumiy trapeziyaning yuzini hisob deyapti-ku. Qarang. Umumiy trapeziyaning yuzi S1, ya'ni S1imiz qani? 49 taqsim 31. S2imiz esa 576 taqsim 31 plus 2 ta S3 bor. To'g'rimi? Mana 2 ga ko'paytirib yozib ketaveraman. Ya'ni 2 kare 8 16 baradilda, 12 13 baradilda, 2 3 336 taqsim 31. Hammasi 31 keldi mahrajda. Demak, suratlar qo'shib tashlaymiz endi. Tushundingmi? Ya'ni 576 ga 49 ni qo'shadigan bo'lsak 15 baradilda, 11 12 baradilda, mana 625. Endi bunga ham 336 ni qo'shib tashlasak, shundayda mana bu 1 5 6 mana 9. 961 taqsim 31 bo'lar ekan. Endi 961 31 ga bo'linadimi yoki shu holatda qoladimi ekan? Menimcha mana bu kasr javob
bo'lib ketayotganmiz. Mana u ichidan nechtadan deyadi? 31 kvadratga. 31 kvadratga aytmoqchi, 31 o'zi bo'lar ekan. Chiroyli bo'ldi menimcha. Marhamat, doskapda ko'chirib olasizlar, keyingi savolda yana ko'ramiz. Tanasini aytaymi? Qaranglar, biz juda ham uzun usulda ketib qoldik. Hozir ishlab bo'lgandan so'ng ezma kelib qoldi bu narsa. Hozir hamma shu yergacha tushundiya. O'zi aslida mana shu yerdan pastki holat umuman kerak emas bizga. Mana shu yerda o'zi yechim bor ekan. Nima uchun? Chunki hozir bizlar mana S1, S2, S3 deb belgilab chiqdimmi? Demak, S mana S2 bu ikkovining yig'indisi 24, bu ikkovining yig'indisi 27 dedik. Endi umumiy trapetsiyani yuzi o'zi aslida nimaga teng? Ya'ni S1 plusdan S2 plusdan 2 ta S3 midi. To'g'ri? Mana uni shunday qo'shib bersak shuni berar ekan-ku. To'g'ri, e'tibor beringlar. Ya'ni qaranglar, S1 S2 umumiy qo'shadigan bo'lsak, hammasini ustunimdan qo'shsak, S1 S2 va 2 ta S3 deb beradi va bu 31 ga teng. To'g'ridan to'g'ri chiqib turibdi. Tushundingmi? Marhamat. Buni ham ikkovini ham bilib qo'ygan zarar qilmaydi. Xo'p, 18-soat tahlilni ko'ramiz. Hurmatli do'stlar, doim bitta narsani eslab qolinglar. Trapetsiyada ikki uchidan mana bir o'tkir va o'tmas burchaklar chiqarilgan, yon tarafining o'rtasini teng ikkiga bo'luvchi kesma berilgan bo'lsa, mana bu yuzi nima bo'lsa, mana S1 bo'lib S2 berilgan bo'lsa, shu ikkovining yig'indisi buni beradi. Tushundingmi? Buni isbotlab ko'rsatsak bo'ladi. Qaranglar, demak hozir bizlarga mana buni yuzini bergan va bunisini ham yuzini bergan. Ya'ni 12 ga 18 degan. Mana buni yuzini 12 degan, mana buni yuzini 18 degan. Bizlarga mana bu yuzani so'rayapti, mana buni. Demak, bu nechaga teng bo'ladi? Ikkovini bo'lsak, bu 30 bo'lib turadi. Javob 31 ga kelsang bo'ladi. Buni isbotini ham ko'rsatib beraman, qaranglar. Nima uchun aynan bu ikkovining yig'indisi bunga teng. Bu qoida qilib yodlab qo'yinglar. Endi ertaga kirganda bittalab isbotlab o'tirishga vaqtdan ketmaydi baribir. To'g'rimi? Qoidasi mana mayli, isbotlab ham beramiz, lekin buni qoida qilib yodlab qo'yasizlar. Maylimi? Diqqat qaranglar. Mana bu o'rtasi bo'lganligi uchun bu o'rta chiziq mayda o'tkazsak bo'ladi. Bilasizlarki, o'rta chiziq balandlikda ham, tomonni ham hammasi yo'l teng ikki bo'lib beradi. Endi nima demoqchiman? Hurmatli qo'shnilar, mana tarafni men bir taraf, pastki tarafni A taraf desam, mana bu yerdan bu yerga balandlik tushirsam, bu yerdagi balandlik qanaqadir qash desam, bu yerdan bu yoqqa balandlik tushira olmayman, bilasanmi? Nima uchun? Sababi bu o'tmas burchak, bu ikki o'tkir burchak. O'tkir burchaklardan balandlik tashqaridan chiqadi, bilasizlarmi? Aytganmiz buni. Ya'ni buni ham qash deyman. Ya'ni bir tarafga tushirilgan balandlik. Hurmatli do'stlar, men mana buni S1 deb qarasam, yuqorida S1 deb belgiladim. S1 nimaga teng? S1imiz bir tarafga qash degan balandlik taqsim 2 bo'ladi. Mana buni men S2 deb belgiladim boya. S2chi A tarafga qash degan balandlik taqsim 2. Ikkovida ham balandliklar bir xil, chunki o'rtada turibdi bu. Shuning uchun boya gapirib o'tdim. Endi xo'sh, S1 ga S2 ni qo'shsam nimaga teng bo'ladi? AB h taqsim 2, mana bu ikkovi qo'shiladi, to'g'rimi? Ya'ni BH taqsim 2, AH taqsim 2. İlk mahraj ikkovida ham bir xil bo'lganligi uchun A plus B taqsim 2 ku, to'g'rimi? Ikkovida ham. Ikkovida ham hash bor edi, o'sha hashni men mana bunday qilib qo'ydim. Tushundikmi, tushunmadingmi? Ya'ni bu nimaga o'xshab turibdi? Hurmatli o'sha trapetsiyaning yuziga o'xshab turibdi. To'g'rimi? Qaydadir adashmayman. Mana bu yarim balandlikda bu hash. Ha, aytmoqchi, yarim trapetsiyaning to'liq balandligi 2 hash bo'ladi, aytmoqchi. To'g'rimi? Trapetsiyaning balandligi 2 hash. Hozir shunga hamma tushundimi? Tushundi-ya? Endi demak S1 bilan S2 ni yig'ilsa bunga teng. Trapetsiyaning to'liq balandligi, trapetsiyaning yuzi nimaga teng bo'lsa? Trapetsiyaning bir yuzi katta va kichik asosida yig'indisini 2 ga bo'lib, umumiy balandlikka ko'paytmas. Umumiy balandlik 2 hashga teng. Ya'ni mana bu ikkovini shartda qisqartirib yorsam, A plus B hashga teng nimani yuzi? Trapetsiyaning yuzi. Endi hurmatli o'quvchilar, menga S1 plus S2, ya'ni mana bu yuza kerak. Bu yuzani men hali S1 plus S2 keligini bilmayman-ku. Buni men qandaydir yuzasini S3 deb belgilab turay. Bu S3 ni qanday topib olaman? Bu S3 emas, hurmatli o'quvchilar, butun boshli trapetsiyaning yuzidan ayirib tashlashim kerak. Hozir mana ikkovini topdimmi yuzadan? Yig'indisigacha topib qo'yibman mana buni. A plus B taqsim 2 hash. Bundan buni ayirsam bo'ldi. Mana bu yo'q deb qarasak, bu yarimiga xuddi mana bu ikkovi bir xil-ku. Buni oltida 1 bor, buni oltida 1 taqsim 2 bor. Birdan 1 taqsim 2 ni ayirsak 1 taqsim 2 degan chiqadi-ku, to'g'rimi? Ya'ni bu ham xuddi shunday A plus B taqsim 2 hash. Ya'ni S3 xuddi shu. Ya'ni S3 bilan mana buning qiymati bir xil chiqdi. Bu degan mana bu ikkovining yig'indisi bunga teng bo'ladigan qoidani beradi. Tushungan shunday gapim. Tushundingmi? Demak, eslab yodlab qo'ygandan ma'qulroq bo'ladi. Bittadan isbotlab o'tirishga vaqt ketmaydi.
yetkazmaysizlar keyin. Doskani yozib olamiz. Hop, tahlilimizni davom ettiramiz. Hop, ya'ni endi ikkinchi variantdan birinchi savolni ko'ramiz. Qarang, ikkinchi variantdan birinchi savolda nima degan? Bizlarga aytyaptiki, trapeziyaning asoslari berilgan, ya'ni trapeziyaning yuqori asosi 1 ga teng, pastki asosi 7 ga teng. Trapeziyaning yuzini teng ikkiga bo'luvchi bitta kesma o'tkazilgan, YF kesma. YF kesma, mana bu A, bu B, bu C, bu D bo'lsin. Hurmatli o'quvchilar, bu trapeziyaning yuzini teng ikkiga bo'luvchi kesma. Va shu uzunlik so'raladigan bo'lsa, formulasi quyidagicha. Men umumiy formula sifatida yozib beray sizlarga, mana bunaqa bo'ladi. Ikkita YF ning kvadrati teng A D ning kvadratiga qo'shiladi B C ning kvadrati. Bu mana shu formulada YF ni topib olasizlar. Yodlab qo'yasizlar. Ya'ni asoslari kvadratlarga ko'tarasandagi qo'shib 2 ga bo'lib kelibizdan chiqarib berasizlar. Tushundiga buni isbotlab chiqarsak ham bo'ladi. Isbotlab chiqarish qanaqa bo'ladi? Yo'nalish beraman, o'zingizlar harakat qilasizlar. Tushundiga? Hay, hisoblang birinchi YF ning kvadrati barobar x deb tursa 49 ga 7 ni bu 49, bu 1. 49 ga 1 50 bo'ladi, to'g'rimi? 2 ga bo'lib beradigan bo'lsak, YF ning kvadrati teng 25, YF teng necha bo'lar shunday edi? 5. Tugadi. Tushundiga? Mana shu hisob ketaverasizlar. Endi ikkinchi savolimizga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz nima deydi? Biz trapeziya berilgan. Mana formulasini yodlab qo'yinglar bo'ldi. A, B, C, D trapeziya berilgan. A yon tomoni 6 ga teng. A yon tarafi 6 ga teng. D va C uchlardan bu tomongacha masofalar 3 va 7 ga teng. Trapeziyaning yuzini toping. Xo'sh, nima degan? D va C uchlaridan bu tomongacha masofalar 3 va 7 ga teng. Bolalar qaranglar, masofa degan balandlik degan, bilasizlarmi? Bittasi nechaga teng deyapti? 7 ga teng. Ikkinchisi adashmayotgan bo'lsa, olti tomonga chiqadi. to'xtanglar siz. Bundan ham davom ettirar ekanmiz, shunday. Savol so'ravdik-ku, ABC trapeziyaning A, B yon tomoni 6 ga teng, trapeziyaning D uchlaridan bu tomongacha masofalar 7 ga teng trapeziyaning bo'ldi. Qaranglar. Xo'sh, endi hozir mana bu yerda balandlik tushirib qo'yadigan bo'lsak, bo'lmaydi, o'xshamay qoladi, chunki bitta burchak o'zi o'tmas burchak turibdi. Shuning uchun bu taraf davom ettirilib, bu tarafdan balandlik tushiriladi. Ya'ni buning uzunligi 3 ga teng. Endi bizlardan trapeziyaning yuzini toping degan, tengorli trapeziya deyilmagan, shunchaki trapeziya, to'g'rimi? Xo'p, endi trapeziyaning yuzini topish uchun biz nimalar qilamiz? Diqqat. Xo'sh. Mana bu yerdan bitta chiziq o'tkazsam bo'ladimi? Diagonal qilib. Endi mana buni yuzini bemalol topsam bo'ladi-da. To'g'rimi? Buni yuzini qanday qilib topaman? Ya'ni 6 × 7 = 42, tak. To'g'rimi? Adashmasam? 21. Mana buni yuzi 21. Xo'sh. Yani S, A, B, D. Yuzi nechiga teng ekan? 21 ga teng ekan. Endi hop. Bunisining yuzichi. Bu birinchi A chizma deylik. Bir chizmamizchi. Bu o'zi chiqdi bu, qaranglar. Juda ajoyib usulda ko'rsatib beraman sizlarga. Endi mana bunday, hozir mana bu balandlik bu yoqqa tushdi-ku. Men mana bunday diagonal tortsam, ya'ni mana bu S3-ku, S3da mana bu taraf 6 bo'lsa, S3dan 6 ga men balandlik olib kelolmayman. Shu balandlik yuqori bu tarafga chiqib ketyapti. Ya'ni bu balandlikning qiymati 3 deb berilgan. Ya'ni men 6 × 3 desa, mana bu yerga kelib chiqadi. 18, 2 ga bo'lsak 9 bo'lib keladi shu. Tushundikmi, tushunmadingmi? Mencha tushundik, to'g'rimi? Endi hurmatli o'quvchilar, endi eshitinglar meni gapimni. Diqqat, siz holat tushuntirib beraman sizlarga. Bo'lib. Mana buni yuzini men S1 desam, bu S3 bo'lsin. Mana bu S2 bo'lsin. S2 bilan S3 yig'indisi nimaga teng ekan? S2 bilan S3 yig'indisi mana bu deganida. Ya'ni 21 ga teng. Keyin mana bu ikkovini bu bilan bu yig'inda bor edi bizlarda, to'g'rimi? Ya'ni S1 bilan S3 yig'indisi. S1 bilan S3 yig'indisi nechaga teng chiqdi? Hozir 6 × 3 18, mana to'g'rimi? 2 ga bo'lsa, ya'ni S, mana buni biz ABC deb qo'yaylik. ABCning yuzi 9 ga teng. Ya'ni bu 9 ga teng.
Endi mana shuni option qo'shib bersin, bu ham shunga o'xshagan misol ko'rdik, to'g'rimi? Ya'ni option trapeziyaning yuzi S1 plus S2 plus 2 ta S3 ga teng bo'lib qoladi, ya'ni bu ham 30 ga teng. Bu ham xuddi shunga o'xshagan bo'lsa 30 chiqadi desanglar bo'lsa. 30 bo'ladi. Hamma tushundimi? Demak 30 degan javobni beringlar, ketaversalaring bo'ladi. Endi biz katta ko'cha olamiz. Biz davom etamiz 6-chi savolimiz. Hurmatli o'quvchilar, 6-chi savolni juda ham oson. Bizlarga mana yuzalar yig'ilsin to'pligi, bu degani nima degani? Mana bu yuza bilan mana bu yuza bir-biriga teng trapetsiyada, bilasizlarmi? Demak, mana bu yuzani o'chirib tashlab, shu yuzani bu yoqqa ko'chirib qo'ysam bo'ladi. To'g'rimi? Demak, mendan to'g'ri burchak, uchburchak yuzni so'rayapti. Shuni ikki bir-biriga teng, bu buni o'chirib, buni ikki bitta narsa. Demak, eslang, hozir bizlarga bo'yalgan sohangiz 6 + 8 48, 2 bo'lsa 24. Demak, 24 beryapti to'g'risi. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimizda hurmatli o'quvchilar, bizlardan so'rayaptiki, nimani so'rayapti? Trapeziyaning yuzini top degan mana shu ma'lumotlar AB x bo'lsa, DS 2x bo'lsa, deyapti, trapeziyaning yuzini topib bering degan. Hurmatli o'quvchilar, trapeziyaning yuzini qanday tartibda topamiz? 1x 2x bo'lsa, mana bu yerimiz 2n ga n nisbatda bo'linadi bu tomondan, bilasizlar. To'g'rimi? O'sha burchakdan hozir keltirsak, shu yerda xuddi shunaqa bo'ladi. Endi nima qilaman? Bu yerda hurmatli o'quvchilar, mana bu yerda o'xshashlarni qaranglar. B, D, S bilan mana bu if ida adashmasam, if bo'lma bo'yicha o'xshash burchak olsak bo'ladi albatta. To'g'rimi? Ya'ni 2x ya bunday qilsak bo'ladi, qaranglar. Mana buni yuzini, ya'ni S B, D, S ning yuzini, mana buni yuziga nisbati 4 ga, buni option qo'shilgan bo'lsa 3n bo'ladimi? 3n ga nisbatining kvadrati desak, 2 o'qis qarib kelsa 9. Ya'ni S, B, D, S bu 9 bo'lsa 36 teng bo'ladi. Ya'ni xo'sh, katta mana diagonal mana bo'lib turgan bu tarafi nechaga teng ekan demak 36 ga teng ekan. Hamma tushundilar? Endi chiziqdan mana chiziqdan pastki yuzi 36 ga teng ekan. Endi yuqori yuzani topa olamizmi? Shuni topishga harakat qilishimiz kerak-da. Xo'p, buni topish uchun mana bunaqa bo'lma qilsam bo'ladi. Mana buni 2n, mana bu n bo'lsa, demak mana buni yuzini men 2s, buni yuzini s deb qarasak bo'ladi, shundaymi? Ya'ni bo'linish shartlari bo'yicha yana gapirganmiz-ku, to'g'rimi? Demak, buni yuzini 2s desak, bu ham s. Endi 1s bo'lsa, mana bu necha s bo'ladi deb o'ylaysizlar? 4s bo'ladi. Nima uchun? O'xshash uchburchaklikda mana ikki o'xshash-ku. Ya'ni, misol uchun s1 da s ga nisbatan desak, 2x x ga nisbatan kvadrati keladi. Shundayda bu s bo'lsa, bu 4s ga mos keladi. Demak, hurmatli o'quvchilar, xo'sh, mana bu yerimiz ham 2s bo'ladi. Shunday emasmi? Chunki bu 2s bo'lsa, bu ham 2s mi? Ya'ni 4s ga 2s 6s va bu mana bu polni yuzamiz nechaga teng chiqdi? 36 ga teng chiqdi. Ya'ni bitta s chamiz 6 ga teng ekan, hurmatli o'quvchilar. Bitta yuzi bitta s 6 ga teng bo'lsa, bu yerda nechta s bor? Umumiy shu nechta s'imiz bu ABCD trapeziyaning yuzi bo'ladi. 4 ga s qo'shsak 5s, bu yerda 2 2 4, 9 ta s bor ekan. Demak 9 ta s'imiz 9 kira 6 54 bo'ladi. Demak trapeziyangiz 54 ga teng ekan. Marhamat, doskaga ko'chira olasiz. Xo'p, davom etamiz. 14-chi savolimiz. 14-chi savolimizda ABCD trapeziya berilgan. Diqqat. 14-chi savol mana bunaqa. ABCD trapeziyamiz mavjud. Va ABCD trapeziyada mana bunaqa diagonallar berilgan va diagonallarining o'rtasini tutashtiruvchi kesma bo'yicha mana bunaqa uchburchak berilgan bo'ldi. Endi mana trapeziya o'rtalari deyilgan va asoslari xo'p chizib olaylik rasmini. Xo'p, A, B, C, D deyilgan va tomonlar nisbati 3-7 deb berilgan. A, D ni B, C ga nisbati 3-7 deyilgan. Bu degani mana bu yer 3x bo'lsa, mana bu yer 7x demoqchi bo'lyapti. Tushungan? Va bizlardan nima deyapti? Eshitinglar, trapeziyaning yuzini, ya'ni A, B, C, D trapeziyaning yuzini, mana bu uchburchak yuzini deylik, bosib S1 deb F deb mayli, belgilab qo'yaylik. E, F, G deyilgan. O'sha S, F, G uchburchak yuziga nisbatan topib beraylik degan. Hurmatli o'quvchilar, diqqat bilan endi eshitinglar. Trapeziyaning yuzi nimaga teng? A, B, S, D. Ya'ni o'rta chiziq. 7x ga 3x qo'shib 10x ni 2 ga bo'lish va umumiy balandlikda hurmatli o'quvchilar 2h deb olaman. 2 o'qis qarib ketsa 10x h. Nima uchun 2h dedim? Chunki mana bu tomon diagonallar o'rtadan tutashtiruvchi kesma deyilgan. Bu o'rta chiziqqa mos keladi. Hozir men balandlik tushiradigan bo'lsam, bu balandlikda 2 bo'ladi. Demak, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham h, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham h. Ya'ni 2h deb olingan. Endi
Hurmatli o'quvchilar, mana bu yer nimaga teng edi? Men gapirgandim. Diagonallarning o'rtasini tutashtiruvchi kesma uzunligi asoslar ayirmasining yarmi dedik. 7x dan 3x ayirsak 4x, demak mana bu 2x. Endi nima deyman? Mana 3 burchak yuzini aytib beraymi nimaga teng? 2x degan tarafga h degan balandlik taqsim 2. Mana misol uchun mana tarafga bir balandlik berib tushirib bo'lmaydi. Mumkin emas. Chunki mana bu o'tmas burchak bo'ladi. Mumkin emas. Demak, nima qilinish kerak bo'ladi? Bu davom ettirilishi kerak bo'ladi. Davom ettirilgandan keyin mana bundan tashqari chiqarsa, bu balandlik bir xil keladi. Tushundingmi? Qisqasi bir xil. Endi tushundingmi menimcha? Endi hurmatli o'quvchilar, shuning uchun s f k ning yuzi 2x degan tarafga h degan balandlik tushdi. Bo'ldi 2 taqsim 2 ham bo'ladi. Uch burchakda taqsim 2 ham bo'ladi, eniga bo'ydi. Demak, bu x hmi? Demak, bizda mo'maylik javob buni bunga bo'lish kerakdi. 10 ta x hni x h ga bo'ladigan bo'lsa 2 o'qislar, demak natijamiz bo'lib chiqadi. Keyingi 16-savolga o'tamiz bolalar. 16-savolimizning nima degan ekan? To'xtaylik qani. Absis trapetsiyaning A asosida, absis trapetsiyada ning deyapti. Bitta chizib olaylik qani. A asosidan A, B, C, D trapetsiyaning D A asosidan I nuqta olinganki, agar A, I D, B, C bo'lsa, A'dan I nuqta olingan, nima deydi? A, I D va B, C. Tamam. A, I bilan demak muhimi I D qanaqa nisbat? To'g'ri bir sanamlar olishimiz kerak ekan. Chunki mana bu mana I nuqta bo'lsa, A, I'miz va I'dimiz bu turi bir nisbat deydi. Mana 4x, mana bu x. Keyin B'si-chi? B'si yuqori holatga gap o'tib ketib qo'yadiki, B'simiz 2x ga mos keladi demoqchiman. Demak, bu ikki bir-biriga parallel. Mana bu ikkining qiymati 2 xil bo'lgani uchun mana bu chiziq bilan, mana B bilan C bir-biriga parallel emasligi kelib chiqadi. Agar B ham 2x, B ham 2x bo'lganda, misol uchun, demak mana bu bilan bu parallel bu parallelogram hosil bo'lib qoladi. Gapimga tushungan tushundim. Endi nima deyapti? Agar BCDI, BCDI mana buning yuzi haqida gap ketyapti. 45 ga teng bo'lsa, ABI uchburchak yuzini toping. ABI. Bu uchburchak yuzini topishni so'rayapti. Endi hurmatli o'quvchilar, yana yozaman. Diqqat, bizdan BCDI ning yuzi 45 ligi berilyapti, buni yuzi so'rayapti. Xo'p, buni yuzini men qanday tartibda topaman? Endi eshitinglar. Xo'p, mana bu to'liq uzunlik nechaga teng? 5x ga teng, to'g'rimi? Mana bu baribir bu mana bu ikkitasi parallelda va bu ikki yondan trapetsiya deb qarasak bo'laveradi buni ham. Shunga faqat chunki trapetsiyada ikkita asos parallel va yon taraflar parallel bo'lmasa trapetsiya hosil bo'lib turaveradi-da. Shunga biz sal shaklda neto'g'ri olib qo'ydik. Bu trapetsiya berdi. Trapetsiyaning yuzi qanday topiladi? Trapetsiyaning yuzi S barobar mana shu trapetsiya deb qaraymiz. Mana BCDni pastdan yozib qo'ysam bo'ladi. S BCDI ni trapetsiya deb qarasak, x ga 2x qo'shib 2 ga bo'lamiz va umumiy balandlikni ko'paytiramiz. Buni balandligi mana bu bo'ladi bolalar. Va bu balandlik bu kichkina trapetsiya uchun ham, katta trapetsiya uchun ham balandlik bo'ladi. Tushundingmi? Va undan tashqari bu uchburchakka ham balandlik deb qarasak bo'ladi. Tushundingmi? Endi 3x taqsim 2 bo'ladi. 3x taqsim 2 h va bu 45 ga teng. Va mana 45 bilan 3 ni qisqartirsak 15 qoladi. Demak, bu yerda men x h topib aytganmiz, 15 2 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi. X h'imiz 30 ekan. Endi bizlarda uchburchak yuzini topgan, mana bu ham h bo'ladi. Uchburchakning yuzi ABI ning yuzi 4x degan tarafga h degan balandlik taqsim 2 o'qisarib 2x h'mi? X h'imiz 30 chiqadi. 2 ga ko'paytirsak 60 bo'ladi. Qaranglar. Doskani ko'chirib olasizlar, shu bilan tahlilimizni yakunlaymiz.